Assalomu alaykum hurmatli traktor ishqibozlari, hurmatli dehqonlar va fermerlar. Mana bugun biz Agrota Holdingiz jamoasi servis mexaniklarining haqiqiy kuch salohiyatini, bilimini sinash maqsadida Xorazmga yo'l olyapmiz. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 8 dona Xorazm viloyatiga 280 ot kuchlik haqiqiy Germaniyada ishlab chiqarilgan o'ta kuchli va o'ta sifatli bo'lgan Deutz-Fahr kompaniyasi traktorlari olib kelingan. Shu traktorlarni ta'mirlash maqsadida biz servis jamoamiz bilan bugun Xorazmga yo'l olyapmiz. Zapchastlarni ko'zdan kechirib, keyin yo'lga chiqib ketamiz xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar, zapchastlar bular ekspress samolyot orqali Germaniyadan olib kelingan. Bular haqiqiy original ehtiyot qismlar. Mana Deutz-Fahr kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, kerak bo'ladigan hamma zapchastlar yetib kelgan. Videoni oxirigacha ko'ringlar, eng qiziq videolarni qo'yib boramiz. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Qani ketdik, bizni Xorazmda kutinglar. Maktubimni darrov borib yora yetir. Ey Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. 1100 kilometr. Kabutarim maktubimni darrov borib yora yetir. Xayrli kun hamma kuzatuvchilarga. Mana biz Xorazmga yetib keldik, xudo xolasa. Toshkentdan Deutz-Fahrni remont qilish uchun mana garajga yetib keldik. Mana traktor, xudo xohlasa mana shu traktorni remont qilib kuchimizni sinab ko'ramiz o'sha aytgandek. Deutz-Fahr haqiqiy nemetskiy texnologiya bilan ishlangan traktor. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't. Do'stlar, mana Xorazmda yig'ilayotgan Deutz-Fahr traktorimiz motor qismiga keldik. Xudo xolasa yig'ilish jarayoni. Mana bloklari qo'yildi. Endi golovka qismiga o'tamiz navbat. Mana yig'ilish jarayoni. Videoni o'tkazib yubormasa oxirigacha ko'rsanglar, oxirida rezultatni ko'rsatamiz sizlarga yana. Traktorimiz haqiqiy Germaniyada yig'ilgan Deutz-Fahr 230 ot kuchiga ega bo'lgan polni full komplet Euro 6 даже bu bor, adbulularigacha bor buni. Faralarini o'zi ham BYD-nikiga o'xshaganda qaranglar. Xrustanli faralar. Orqa bu maxluqning orqa qismi, gidravlika qismi naq bir 10 tonna yukni bemalol ko'tara olsa kerak. Chunki 7 ta korpus pulukni bemalol liboy sharoitda ag'darib paxata qilsa bo'ladi. Undan tashqari xohlagan agregatni ilib yerda jonini ovorsa bo'ladi. Ikkita tarafda duh silindrlar bilan jihozlangan gidrorazionlari bor. Eng asosiy zo'r narsalardan bittasi va o'rtadagi sentralniy vintni qaranglar, bu silindrli qilib ishlatilgan spesialniy dala sharoitida og'ir agregat ilganda qiynalmaslik uchun. Bu traktor hozir qanaqa pullik tortib yer haydashini ko'rsatib o'tib ketamiz. Ketdik. Jeol 10 bu 7 korpusli pullik hisoblanadi. Buni hozir bitta korpusini olib tashlabdi o'zlari, chunki dalaga moslashtirish uchun. Bu bemalol hozirgacha 7 korpusda bemalol tortib ko'ringlar. Bu ham Yevropadan kelgan, bilasizlar, Lemken pullik dunyo bo'yicha eng mashhur pulliklardan biri hisoblanadi. Elektronikasi bomba shunchaki. Mashinada ham daj bo'lmasa kerak. Hamma narsa knopka, elektronnik, monitor, как положено. Buni daj ko'tarsa, buni tagida ham hamma narsa bor. Zamok zajganiyasi mana eng qulay joyda, o'tirgan joyda bemalol qilib, bitta zavod qilib, yarim kalpiti start stopga o'xshab bemalol aylantirsa bo'ladi. Hamma taraf orqa navigatsiya qismi uchun ham, освещениялар uchun hamma sharoit bor. Mexanizator uchun xullas bomba sharoit. Mana bemalol yurib, rulni xohlagancha ligirovka qilib, pastga o'ngga qilib, bemalol boshqarsa bo'ladi. Mana monitor bilan qo'shib chiqaradi. Xohlagan bunaqa qilib minishi mumkin. Xohlagan o'zini gavdasiga moslashtirib olsa bo'ladi bemalol. Salon keng, shinam. Men hozir uzr oyoq kiyim bilan chiqdim. O'zim bunaqa gilamlar to'shab qo'ygan ekan, bemalol maza qilib yursa bo'ladigan sharoit ekan. Xullas qisqasini aytsam, yurgizgandan keyin buni dalanishida bitta minib ko'ramiz.
yuragidan biri bo'lgan golovka qismiga yetib keldik. Mana buni как положено настройка qilib, klapanlarini qo'yib, hozir suxariklarni qo'yish jarayonida. Hamma eng kuchli mutaxassislar yig'ilgan, bir-biri bilan maslahatlashgan holatda mana shunaqa yig'ish jarayoni. Do'stlar, mana yig'ilayotgan traktorimiz kecha blok qismi, golovka qismi qo'yildi. Bugun radiator qismiga navbat kelindi. Mana e'tibor berib qarasanglar, oxirigacha ko'rib kelinglar. Qani bu traktorimiz shuncha ish qilgandan keyin o'zi zavat bo'ladimi, yo'qmi? Videoni oxirigacha ko'rib turamiz. Do'stlar, mana traktorimizning motor qismi pashti tayyor bo'lib qoldi. Eng asosiy qismlardan biri gulishtirga keldik. Gulishtirlarni qo'yib bo'lgandan keyin endi zavat qilamiz. Qani yuradimi yo'qmi? Videoni kuzatib borib bitta like bosishni unutmaymiz. Mana gulishtirni ham qo'yib bo'ldi, xudo xolasa, endi zborka qilib Do'stlar, mana eng qiziqarli kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. Traktorning motorlari hamma joy yig'ilib bo'lindi, faqat kapotidan tashqari. Endi bitta zavat qiladigan joyi qoldi. Xudo xolasa zavat qilib, ko'rsatib, aylantirib, iloji bo'lsa poliyaga ham olib chiqamiz. Videoni o'tkazib olmasdan kuzatib turinglar. Eng qiziqarli daqiqalarga xudo xolasa yetib keldik. Do'stlar, mana uzoq kutilgan daqiqalar yetib keldi. Traktorimiz tayyor bo'ldi. Hozir sizlar bilan birgalikda buni yurgizib ko'ramiz. Anvar aka, bitta yurgizib ko'raylikchi. Do'stlar, mana so'z isboti bilan traktorimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. O'sha aytilgan va'da dalaga keldik. Hozir traktorni bitta test qilib sinab ko'ramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosishni unutmaymiz. Do'stlar, mana Agrota Holding kompaniyasining mutaxassislarini, mexaniklarini ishlarini ko'rdilar. Qanaqa ish bo'ldi? Bahoni o'zlab berasiz, men ortiqcha gap gapirmayman. Agar kimda kim mana shunaqa gigant texnika olaman, O'zbekistonda haydayman deganlar uchun, servisi bor kompaniya qidirib yurganlar uchun pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqinglar yoki kommentariyada plus belgisini qoldirsanglar, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosishni unutmaymiz.